Assalomu alaykum, hormaylar. Hammalar ishinglarga rivoj, suvdiylarga barakat. Akalar, chugun perevodlarimiz keldi. Ikki xil. Hop, bittasi mana bunaqa ichki bo'ladi, ichida bo'ladi rezinkasi. Ikkinchisi mana bunaqa narujniy bo'ladi. Mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Hop, mana narujniy bo'ladi bunisi. Bunda ichki bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, nima mana ichkisi arzonroq, bunisi qimmatroq deyishadi. Bu aslan bu kesilsa turba chugunni ichiga tiqish uchun. Shaxtani bir xil domlada shaxtani ichidan kesadi, mana shuni tiqib yuboradi. Bir kesmasdan turbani o'ziga kiygizish kerak bo'lsa, mana bunisini ishlatiladi. Mana mashinasini. Endi ikkalasi ham yaxshi, lekin bizning ustalarimiz ko'pincha buni oladi. Kачествоsi mana ancha sifati yaxshi deyshadi. Lekin men o'zim ko'rmayapman, ishlatib ko'rmayapman. Bunisini ishlatganmiz. Bunisini ishlatib ko'rmayapmiz. Endi sizlarga savol. Bunisi yaxshimi? Ili bunisi yaxshimi? Bitta kommentariyada ustalar javobini yozib ketinglar, qaysi biri yaxshiroq. Rahmat kattakon.